Iloji bo'lsa syomka qiling aka. Спасибо. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Nasılsınız? Alaysiz charcham. Nasıl sotyapsizmi? Necha pul o'ntasiz? O'ntasi 350 dan. 150 dan. Ha. Iloji bo'lsa syomka qiling aka. Спасибо. Aka endi syomka qilishimga rozi bo'lasiz. Sababi mana bir paytlar sizga o'xshab shunaqa ko'chalarda sotib biznesimni boshlaganman-da. Hozir qarayapman, normalni sotib qo'ydingiz. Necha pul topasiz kuniga? Nechta sotasiz? Kuniga o'rtacha 5000-6000 topaman, 50 pachkalar o'rtacha sotaman. Naskidan, ha? Necha pul qoladi donasidan? Donasidan o'rtacha 100 rubl 120 rubl qoladi, lekin ozgina og'irroq yurib sotish, stroykalarga, peshkomga masalan. Necha kilometr yurasiz bir kunda? O'rtacha 15 kilometr. 15 kilometr. Gapi o'rtoqlar, mana halol biznes, lekin bitta sizga zo'r taklifim bor-da. Instagramda yangi o'zini biznesini boshlayotgan insonlarga $500 tovarlarni shuni beryapman bepulga-da. Avval aka, kerak emas, rahmat. Yo, to'xtang, mana bu bola o'rtoqlar ishonmayapti. To'xtab turing bir minutga. Uka, keling mana. Mara mashinamda mana optim narxida $500. Agar sotsangiz bu $1000 dan ortiq pul bo'ladi. Aka, tushunmayapman. Nega bu tovarni menga bermoqchisiz? Men dushi sizga yordam qilmoqchiman. Sababi men ham sizga o'xshab shunaqa sotib yurardim. Agar ishonmayotgan bo'lsangiz, mana bittasini ochib ko'ring. Mana pichoq. Siz haligacha ishonganingiz yo'q-a? Yo'q aka, hayajonlanganimdan nima deydi? Pulimga ham yetib kelmayapti. Hozir biz siz bilan yaqindan tanishib olamiz. Hayajonlanmang. Meni yaxshi tanib olasiz. Ko'chada naski sotib yurmaysiz. Hozir men bu tovarni men sizga qayerda sotishni ko'rsatib qo'yaman. Tushunyapsiz? Gap yo'q aka. Mana oching, mana bu yerda nima bor o'rtoqlar, mana ko'ramiz. Havo tozalagich, mana har bitta korobkada 100 tadan 300 dona bor-da. Agar 400 rubldan sotsangiz ham $1,500 pul bo'ladi. Mana shu hammasi sizga olib oling. Rostmi mengami? Rost aytyapman. Siz o'zi qayerdansiz? Aka, men Tojikistondanman. Tojikiston, o'rtoqlar, Tojikiston Bapesh. Bu videoga bitta like bosib, kommentariyaga nimadir yozib, saqlanib qo'yinglar. Keyingi inson siz bo'lishingiz mumkin. Tushiring. Sizniki davay.